Detoks qilmoqchimisiz yoki oddiy mazali yengil salat qidiryapsizmi? Unday bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Salatimiz uchun undirilgan mosh, qizil bolgarskiy qizil sabzi, bodring, ukrop, kashnuch, karom, yashil bolgarskiy va chesnok kerak bo'ladi. Bu masalliqlarni keragini ishlatamiz. Birinchi bo'lib sabzimizni mana shunday qirg'ichdan somoncha shaklida qilib chiqarib olamiz. Oho, bugun bu qirg'ichni ishlagisi kelmayapti shekilli. Dam olish kuni deb o'ylayaptiman. Bilmadim. Mayli, amallaymiz endi. Bitta sabzini chiqarguncha qiynalib ketdim. Bekorga aytishmaydi-da, ishqoroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi deb. Mana amallab sabzilarimizni chiqazib oldik. Ana endi bunga tuz qo'shib aralashtiramiz. Ana endi yashil bolgarskiyimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Bolgarskiy juda ham foydali sabzavot bo'lib, stressni kamaytiradi, qonni suyultiradi. C vitaminiga apelsindan ham ko'proq boy hisoblanadi. Ratsioningizga shu salatni qo'shsangiz, sizda C, A, K, B guruh vitaminlari, foliyaviy kislota va antioksidantlar normada bo'ladi va qimmatga vitamin sotib olib yurmaysiz. Ana endi kattagina bolgarskiyimizdan ozginagina ishlatamiz. Uni ham somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Bolgarskiylarimizni ham yetarlicha to'g'rab oldik. Ana endi ukrop kashnuchimizni ham to'g'rab olamiz. Ayni bu salatni kechki ovqat o'rnida ham iste'mol qilishingiz mumkin. Bu nafaqat mazali, balki yengil hazm bo'ladigan, ichak faoliyatini yaxshilaydigan, immunitetni kuchaytiradigan ovqatdir. Ana endi bodringlarimizni ham to'g'rashga o'tamiz. Buni ham somoncha usulida to'g'raymiz. Mana shunday videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Bodringda kaliy miqdori yuqori, bu esa yurakni qo'llab-quvvatlash va suyuqlik balansini saqlashga yordam beradi. Videoyim o'rtasida bir topishmoqni o'rtaga tashlayman. Topishmog'imga birinchi bo'lib to'g'ri javob topgan obunachimga ertasiga 10 ming so'm tashlab beraman. Ana endi topishmog'imga o'tsam, nima? Hech narsa yemaydi, lekin semirib boraveradi. Albatta bu hazil topishmoq. Javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Faol bo'ling. Mana karamlarimizni ham to'g'rashga o'tdik. Ana endi chesnokni ham, chesnok bu menga ko'plik qiladi. Yarmini ishlataman. Xohlaganlar ixtiyoriy ko'proq yoki kamroq ishlatishi mumkin. Mana barcha masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Ana endi undirilgan moshimizni yarim daqiqa qaynatib olamiz. Bir marta qaynab chiqsa bo'ldi. Qaynab turgan tuzli suvimizga undirilgan moshlarimizni solib olamiz. Va bir qaynab chiqqandan so'ng idishga solamiz. Mana undirilgan moshimizni ham tarelkaga solib oldik. Ana endi masalliqlarni aralashtiramiz. Salatimizga tuz qo'shamiz. Ixtiyoriy ravishda murch va achchiq paprikadan qo'shamiz.
Buni ham ixtiyoriy ravishda ko'p yoki kamroq qo'shishingiz mumkin. Undirilgan mosh qo'shishimizdan oldin salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya yozing. Sizga qaysi turdagi videolar yoqadi? Siz nimani ko'rishni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Mana yaxshilab aralashtirib oldik. Ana endi undirilgan moshimizni solib, yengil aralashtiramiz. Mana salatimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi buni tatib ko'ramiz. Ishonavering, juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ring.